Zafar meni ham tashlab qo'ygan. Ha? X7 qani? Sotib yubordim. Yo'q, Gelikka zakaz qo'ydim-u. Bu firmani rostdan ham ochadi shekilli. Xullas shunaqa gaplar og'ayni. Eski nima qilding? Ha, eskini sotib, mana shu ahvol qoluvdi, ustiga qo'shib yubordim. Keting. Nimaga menikidan yaxshi mashina oladi bu? Ha, Zafar. Johir? Keldim, ofising yopiq-ku. Ha, Toshkent City'ga ko'chgan ofisim. Nimaga Toshkent City'dan ofis oladi bu? Tony House egasi Dirjitaga keladi deb karillagandi. Kelmaydi shekilli, panikaga tushib qopti. Qo'ysang-chi, Zafar. Ana, kelyapti-yu. O'zim aytaymi? Do'st akam bilan bir yangiligimiz bor. Bizi Baxtiyor akam bilan O'zbekistonga valvali moylarni olib kirib, filiallarni xudo xolisa ko'paytirmoqchimiz. Qara! Ne san ishlaring yurib ketaveradi, ha? San, yangi mashina olganmiz seni vaqtda. Nimaga menga qayta gapirasan? San, nimaga shu tagi past Baxtiyor bilan birga ishlaysan? Men bilan birga ishlamaysan. Hammangni yomon ko'raman. Zafar qani? Rostdan qayerga ketdi? Aka, mana bu o'tirgan odam kim edi? Ha, umi? Mabodo bu siz emasmisiz?